Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana elimda obyektimizni bitirib oldik. Bugun sana 2025-yil 7-oktyabr. Xo'p, shu kundagi malakani ahvolini mana shu holatdagi remont ishlari $10 dan bo'lyapti. Aboy qilishimiz ozgina arzonroq, chunki aboy ishlari ham bunga nisbatan ancha kam. Endi uy egalari yaxshi muomalalar bo'lsa, narx-navosdan o'tib beriladigan joylari bo'ladi. Xo'p, aboyli ishlarimiz $6 dan qilinmoqda. Bu qog'oz yashil zararlar, ozgina ko'pida defektlar bo'lsa qarab chiqilmoqda. Bu zal. To'polni dizaynlarimiz ishlashgan. 2025-yil trenddagi narsalar qilindi. Hammasi yonadi. Pardalarga yonadigan joy tashab. Buradan podsetka qo'yaman deb kesib olib tashlashdi. Sinmadi podsetka. Boshqa qilindi. O'sha hududlarimiz ishlashyapti. Hali ozgina ishlisi bor. Patolar, stitch, pardaligi patsetlashadi. Oxirida agar montajlab olsam, boshli holatini keyin dizaynlarni o'tkazib ko'rsataman. Hamma holat tekstilni bo'ladi. Faqat shu pardalar orqasida patsetka tashlanadi. O'rtada shkaf o'rnalari bo'ladi. Hamma patronlar ham malaka qilingan. Mashxonadan bosh bo'lim. Mashxonada tugan. Sog' bo'ling.